Sho'rtan gaz kimyo majmuasidagi yuzlab milliardlik sir ochildi. Sho'rtan gaz kimyo majmuasidagi 643,2 milliard so'mlik byudjet mablag'lari talon-taroj qilindi. Aniqlanishicha, ushbu ulkan sxemada O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi, Buxoro viloyati soliq boshqarmasi, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati hamda qator xususiy korxonalarning mas'ul shaxslari o'zaro jinoiy til biriktirgan. Jinoiy sxemaning mexanizmi juda murakkab bo'lib, u Sho'rtan majmuasining ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish bo'yicha ko'rsatilgan 5,3 trillion so'mlik xizmatlarga asoslangan. Aslida qonunchilikka ko'ra bu xizmatlar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilgan bo'lsa-da, guruh a'zolari elektron hisob fakturalarga qo'shimcha qiymat solig'i summasini noqonuniy ravishda kiritishgan. Bu manipulyatsiya natijasida byudjetda asossiz qo'shimcha qiymat solig'i mablag'i hosil qilinib, so'ngra ushbu pullar AMChJ hisob raqamiga qaytarilgan hamda SEMChJning davlat oldidagi qarzdorliklarini yopishga yo'naltirilgan. Shu yo'l bilan jami 643,2 milliard so'm o'zlashtirish va rastrada qilish yo'li bilan o'g'irlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. So'nggi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun Anxor.uz'ni kuzatishda davom eting.